berishingiz kerak. tirashingiz kerakda va mana shu terlab ketish kerak. Va terlab ketsa, siz yutgan bo'lasiz-da. Siz nimaga ishlatmoqchisiz? Men mototsiklga kelgan ishlatmoqchiman. Mototsiklga? Bo'laveradi yozda. Savdoda shuni ichiga kirishingiz kerakki, mijozda ming xil psixotipi bor. Siz aytib turgandek, har xil kayfiyatda kiradi, har xil toifada kiradi. Umuman toifasi ham, turi ham, kayfiyati ham butunlay boshqa. Ya'ni matritsa juda ham ko'p. Matritsa ko'p. Shunda qanaqa qilib men unga moslashib olaman degan muammo paydo bo'ladi. Bir kishining o'zi moslasha olmaydi. Ming xil yuz bilan ko'rina olmaydi-ku. To'g'ri, 100 xil yuz bilan ko'rinishi mumkin, lekin ming xil yuz bilan ko'rina olmaydi. U mingtadan bitta bo'lib kiradi. Siz 100 tangiz ichida uni naqasi bo'lmasligi, nima deydi, algoritmi bo'lmasligi mumkin sizda. Buni nima qilasiz? Jamoa kerak. To'g'rimi? To'pni oshirishingiz kerak-da, qisqa qilib aytganda. Qaysi joygacha aql yetmadimi? Qaysi joygacha tajribangiz yetmadimi? To'pni oshirish kerak, ha? Kombinatsiya qilib olish kerak, to'ppa-to'g'ri. To'pni oshirib olish kerak. Yo'q qilgandan ko'ra ijobiy fikr bilan chiqarib olgan yaxshi. Misol, agar olmayman degan taqdirda ham, prosta ma'lumot uchun kirgan taqdirda ham, olmayman deb kirgan taqdirda ham, ijobiy diplomat qilib chiqarib olish kerak. Diplomat degani sizga ham tavsiya qiladi. Xursand bo'lib ketish kerak hatto. Kombinatsiya qilish kerak, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni uning uchun nima bo'lishi kerak desa, uning uchun jamoa hamma bir-birini yaxshi tanishi kerak. Hammasi bir-birini yaxshi tanishi kerak. Ha, to'ppa-to'g'ri. Qanday vaziyatdan olib chiqib ketiladi bu? Endi mana shu narsani bilishni o'zi kamlik qiladi. Faqatgina bilish. O'sha ishtirokchi albatta ishonchli bo'lishi shart. Misol siz oshirdingizmi to'pni? Ha, siz ishonishingiz kerak-da. Bitta oshirsangiz u o'ziga gol urib qo'ysa, misol uchun. Yoki o'tkazib yuborsa, yoki boshqa joyga tepib yuborsa. Bo'ldi, siz hech qachon oshirmaysiz unga. O'z ishonchingizni yer bilan bitta qiladi. Demak, ishonch ekan. Jamoani birlashtiradigan narsa ishonch. Ha? Ishonch. Misol uchun men sizni ertalab saharlikka turg'izaman desam, menga ishondingiz. Bo'ldi. Ana ko'rdingizmi? Xuddi shunaqada. Ha, ishonch jamoani mustahkamlaydi. Uning uchun hamma ishonchni oqlaydigan nima bo'lishi kerak? Prinsipi bo'lishi kerak. Bo'ldi, menga berdingizmi vazifani? Menga tushuntirdingizmi shu vazifani? Bo'ldi, 100% men shunga olib chiqib beraman degan narsa e'tiqod. Ha? Ishonchda endi bu ishonchni boshqacha sinonimi e'tiqod hisoblanadi. To'g'rimi? Biz ham e'tiqodimiz ishonch. To'g'rimi? Ishonamiz, shuncha e'tiqodimiz bor. Ishonmaganimiz e'tiqodimiz bo'lgan. Ya'ni shu e'tiqodda turasiz. Xuddi dinda turgandek so'zingizda turasiz. Shu to'p kelishi uchun yoki to'pni oshirishingiz uchun bir-biringizga ishonish. Demak, ishonch bo'lmasa, menimcha jamoa bo'lmaydi. Jamoa tarqoq bo'ladi. Yoki jamoa birlasha olmaydi va natijani ko'rsata olmaydi. Demak, ishonch bo'lishi kerak. Sizga berilgan vazifani ishontira olsangiz, ishonch ustida qattiq turib, disiplina, intizom tursangiz, bo'ldi, har doim sizga to'p keladi. Bo'lmasa sizga to'p kelmaydi. To'p kelmaydi degani bu kerak emas. Inson odam baqa chiziqdan odam baqa yuriladi. Yoki varatan orqasida turgan odamga aylanib qoladi. Xuddi shunaqa. Demak, jamoani ishonch ekan, akalar. Va har bitta sotuvchini qobiliyati, nimalarni bilishi, kimdir misol uchun xususiyatni zo'r biladi. Kimdir ustadir, o'zi ustadir balki-da. Kimdir mana shular ustasidir-da, misol uchun. Ichkilarni biladi. Kimdir xususiyatlarni biladi. Kimdir salom alaykum zo'r qiladi. Assalomu alaykum deb. Kimdir klientga naqa yoqadi. Ne kirib kelsa, hali klient yoqtiradigan bo'ladi-ku. Ha, kimdir o'sha til yog'lamali ustadir. O'ta san'atkordir. San'at. Kimdir yana qanaqadir toifalari bor-da. Hamma sotuvchini o'zini ham plus tomonlari ko'proq bo'ladi, kamroq bo'ladi. O'sha hamma bilib olish kerak. Kim qaysi tomonda chempion? Salom alaykum chempionmi? Bo'ldi, bilib oldingiz. Salom alaykum o'xshamadim, to'pni oching. Yoki shu salom alayga bering, salom alaykum qilib bo'lgandan keyin qaysidir joyda boshqaga o'tsin. Mana shu narsa sotuvda nima qiladi? Tizimlashtirib beradi. Ya'ni mijoz qaqa urilsa ham sotuvchiga uriladi-da. Chiqib ketmaydi.
misol uchun bo'sh qolmaydi umuman. Ko'chani ko'rolmaydi. Faqat unaqani ko'radi xolos. Shu mahsulotni ko'radi xolos. Qo'ysa ham mahsulot. Demak, jamoada shakllantirib olish uchun jamoani xuddi shunday xususiyatlarda bir-birimizni xususiyatlarimiz bor bilib olishimiz kerak va unga munosib munosabat qilish kerak. Misol uchun sizni xarakteringiz, ruhiyatingiz, ichki dunyoyingiz, qalbingiz, qiziqishingizga qarab men muomala qilishim kerak. To'g'ri, o'shandagina men bilan do'st bo'lasiz. Men sizni tushunmasam, keyingi bizni shunaqangi treninglarimiz aynan shu psixotiplar haqida bo'ladi. Psixotiplar, ya'ni xarakterlar toifasi, kimga qanday munosabat qilish, xuddi shunday. Ya'ni stressga bardoshlilik emaslik, kayfiyat ko'tarilishi, kayfiyat tez tushishi. Kimdir kayfiyat tez tushadi. Lekin bu yomon emas. Tabiiy holat. Kayfiyat tez tushishi hamda misol, yomon bo'lmaydi. Xuddi shunday. Ya'ni siz oila nima uchun uzoq muddat davom etadi-yu, do'stlik uzoq muddat davom etmasligi mumkin yoki o'rtoqlik. Nimaga? Chunki yaxshi tanimaysiz, uzoq muddat davom etmaydi. Masalan, oilada ota-onani yoki aka-ukani yaxshi taniysiz-ku. Nafaqat yaxshi, qarindosh o'g'il yaxshi taniysiz-ku. Ularga o'sha xarakteriga munosib muomala qilganingiz uchun uzoq umr yashaysiz. Uzoq umr. Oila shunaqa. Yoki boshqa atrofingizdagilar yaxshi tanimaganingiz uchun u ajraladi. Qaysidir joyda to'g'ri kelmagan paytda munosabat ajraladi. Xuddi shunday. Ya'ni jamoa bo'lib ishlashda ham, yaqinlashishda ham munosib muomalaga nima bo'ladi? Zarurat bo'ladi. Hammaga bir xil muomala qilish bu ideal usul emas. Marhamat, albatta. Manfaatlarga qurilgan bo'lsagina tez orada buziladi. Ana. To'ppa-to'g'ri. Manfaat to'xtagan payti, kechikkan payti to'xtadi. Mana manfaatlarga bo'lib qachongina yo'qolgan musulmon odamda bizga o'ylashdan tashqari kishi bo'lsa. Shunday. Katta. Xo'p, endi keyingi o'rganadigan narsamiz hozir biz sotuv jarayonida mijozlarni toifalarga hozir ajratib chiqamiz. Va bu mijoz toifalarga ajratishimiz mijoz bilan qanday ishlash kerakligi, nimalari, konsepsiyalari nima qiladi, ishlab chiqiladi. Xo'p, birinchisi, mana sizlar tajribalaringizda bor mijozlar toifasi. Hozir men boshlayman, sizlar davom ettirasizlar. Sizlarda aktivlik bo'lmasa, unaqamiz mustahkam bo'lmaydi, mukammal bo'lmaydi. Ya'ni birinchi narsa sizlardagi tajribani olish va o'sha tajribani hamma bir-biriga o'tkazish kerak. Bilgan narsa. Birinchisi mijozni hozir qurilishdan misol keltiramiz, chunki bizning sohamiz qurilish. Usta, birinchi mijoz usta. Ya'ni toifasini aniqlab olyapmiz, o'shanga qarab keyin skript yasaymiz. Ya'ni ustaga qanday muomala qilish kerak? 70 ga 30 bo'lish kerakmi, 60 ga 40 bo'lish kerak, hokazo. Nimalar ko'rsatish kerak, nimalar haqida gapirish kerak va unga kim javob beradi? Misol uchun, bitta sotuvchi ustalar bilan zo'r bo'lishi mumkin. Bitta sotuvchi yangi klientlar bilan zo'r bo'lishi mumkin. Bittasi prosta instrumentlarga qiziqib yurgan, qiziquvchan, birorta qanaqadir odam uchun zo'r bo'lishi mumkin. Misol. Demak, sotuvchini o'zini plus tomonlari aynan mijozi turidan kelib chiqadi. Ya'ni usta xaridor. Usta xaridor deylik. Xo'p, usta xaridorning toifalari bormi? Bor, arzon asosida yoni bor, To'ppa-to'g'ri. O'sha injig'iga 70 o'ttiz muomala qilgan yaxshi. Arzon injiq. Arzon ustalar bor, arzon. Injiq. Injiq deganda nima tushuniladi asosiy muammo nima? Ko'proq narsa talab qiladigan, yaxshi narsa talab qiladigan, aytganini berishimiz kerak, masalan bu.
shu uyda egasini o'ylamaydi, ahamiyati yo'q. Yaxshi ishlash kerak, ishni o'sish kerak unga. Ha. O'shuning uchun talab ko'proq qo'yadi talabni. Ha. Injiq klientga Injiq deganda talab yuqori deganimi? Injiq deb nima qilmaylik? Injiq salbiy tushuncha emasmi? Masalan, so'radi-yu. Hop, professional. Bitta bo'ladi. Professional. Hop, keyingisi yangi. Birinchisida xatolik bo'ldi. Va arzon ustida o'ylayman. Yo, arzon tovar xohlaydigan. Bo'lmaydimi? Egasi nima holatidan kelib chiqib oladi. Bu kishi ishim yaxshi bo'lgan, qimmatlar narsaga yopishadi. Hop, masalan, nima deylik birinchisi? Uyga talab bilan keladigan usta bor. Talabga haroratga vositachi holatda ondan tutaladigan narsa. Demak, birinchisi kerak emas. Mani o'zim Hop, qimmat narsa so'raydiganlar bo'ladimi? hali har xil ustalar bor, aka faqat arzon instrumentlar uylanadi, kundan Hop, narx muhim bo'lgan deylik, masalan. Narx muhim uning uchun. Qizig'i yo'q, misol uchun. Narx muhimroq. Hammasidan ko'ra. Endi vositachi xolos, usta. Bo'ldi, professionali bor, yangisi bor. Endi to'g'ri, vositachi har doim vositachi bo'lmaydi-da. O'ziga instrument olishi ham mumkin. Faqat vositachi. O'zi uchun olgan. balgarkan o'zi uchun olmaydimi? Ha? Ha? Ular faqat avoy sotishadi. Ha, bo'ldi. Endi inkoda ham gaplashaylik, bitta. Umumiy bo'lib ketsin-da. Umumiy bo'lib ketsin. Inkodan chiqdi. Ha? Inkoda qana bo'ladi? Yana qo'shib oling. Inko. O'zi uchun. Aha, qanaqasi? Nimasini talab qiladi? Inko. Nima talab qiladi? Ko'proq bonus talab. Bonusmi? Bonus talab qiladi. Sizga kelayotganlar ustalarni ko'proq bonus talab qiladimi? O'rgatib qo'ygansizlar-da bonusga. Endi hozirgi holatda talab shunaqada Hamma yoqda bonusmi hozir? Ha, bo'ldi, bonus talab qiladiganlar bor. qarmoq bonus qarmoq. Ha. Yana-chi, qo'shib beralasizmi yana? Xo'p, ikkinchi toifasi. Uy egasi. Uy egasi. Bu uy egasining toifalari bormi? Arzoncha uy, arzoncha. Короче, arzon bo'lsin, tezroq bo'lsin. Ha? Xo'p, keyingisi nima deydi? Sifatli. Sifatli, qimmat. Ha, bo'ldi, ha. Ham arzon ham sifatli oxirgi yo'llar. Nima sizlar? Ham arzon, ham sifatli, bilmayman, sizlar aytasizlar. Xo'p, yana qanaqasi bor? Uy egasini. Ha. Talabchan deylik. Talabchan. Hop. Aha. Gapirmaydigonni ham yozib beraymi? Gapirmaydi. Aha. Arzonchiga savdolashuvchi desak bo'lardi. Savdolashuvchi. Ya'ni ko'p savdolashadi, to'g'rimi? Arzonchi bilamiz, ko'p savdolashadi. Hop. Bag'ilari bormi? Ishonmaydiganlari bormi? Ha? Bu kimda uchraydi? Uy egasidanmi yoki ish ustadanmi? Siz ham qo'shib turing. Inkodan necha kishi o'zi bitta? Kim? Ha, inko ham qo'shib tursinlar. Masalan, bo'tonga o'tib ketib qoladi-da avtoriya. Sizlar undan qolasizlar. Yolg'izlanib qolasiz. Yangilik bo'lsa, ishonmayman. Ha, ikkalasida ham bor demak. Demak, ikkasida ham ishonchsiz, ha? Keyinchalik birinchi marta kelib sifatini ko'rsa, narsa sifatini ko'rsa, keyin ishonib turdi. Hop. Aha, ishonchsiz. Hop. Injiq. Ikkalasida ham injiq qo'shmasak bo'lmaydi ekan. Ya talabchan qo'shdik-ku, talabchan ichiga injiq qo'shib beraylik. Injiq.
Bu ustulachida ham injig'i bo'ladimi? Nimadan injiqlik qiladi? Bittadan keyin olib kelgan narsasi, buzilishi, olib ketgan narsasi, Ha. buzilgandan keyin qaytga olib borishimiz bo'lyapti. Ha. Buni hammasi bo'ladi-ku. Injiq. Hop, ikkalanaqada ham bo'lsin. Hop, ikkita hozir toifadagi mijozni tanlading. Uchinchisi ham bormi? Qanaqasi bo'lishi mumkin uchinchisi? Qiziquvchan, любительский deydi-ku. Просто rejasida bor. Просто kelib ko'rib, o'sha narsalarni qiziqib Yoki mana bunaqa qilaylik. Nima deylik mana shuni? Qiziquvchan, qiziquvchan va sizni raqibingiz, raqobatchingiz ham bo'lishi mumkinmi? Shuni ichida bo'ladimi? Masalan, raqobatchi ham aylanib boshqa instrument sotayotganlar, ha, ko'rib narxlar bilib, sizni skriptlaringizni ko'chirib, ha? Kerakli narsasini Sraz olib bonuslar nima bo'lyapti bilib, razvedka короче. Shu qiziquvchanga razvedkachi qo'ysa bo'ladimi? Bu qiziquvchan o'zi uchun razvedka qiladi. Haqiqiy unaqasi u sizni raqobatchingizga borib unday qiladi. Ikkalasini bar funksiyasi bir xil. Ikkalasi ham razvedkachi. Shunaqami? Bittasi o'zi uchun razvedka qiladi, ya'ni kitobiga yozadi. Bittasi yozgan narsasini mana olib borib ishini bajaradi. Boshqa tashkilotda-da. Bittasi pul uchun ishlaydi, bittasi o'zi uchun ishlaydi. Bu ikkalasi razvedkachi. To'g'rimi? Shunaqa ham keladi. Nega bilintirmaydi? Keladimi razvedkachilar? Bozor yaqin. Sezmagan. Endi bundan keyin ehtimolingiz oshadi, sirasi o'zi. Lampochka yonadi. Balki ichiga kirsa-da, ha? Balki. Hop, razvedka qo'shib beraymi? Razvedkachiga sotsangiz boru, agar uni haqiqiy raqobatchi razvedkasi. Siz endi haligi eng muvaffaqiyatli sotuv raqobatchingizga sotish deydi-da. Raqobatchingizga sotalsangiz, bu chempion sotuvchisiz. Endi u asli do'konga kirsa ham olmaysan. Yo'q, sotib olsangiz endi bilavering bu yoqdan-da. Ha. Shuna gapirishingiz mumkin-da, hijolat bo'lgan olib Ya har tomonlama, nafaqat hijolat bo'lish. O'zi 5 qo'yib olib chiqish mumkin-da, misol. Hali o'zimga ko'p kiradi, biz e'tibor bermagan bo'lishimiz mumkin. Ha, ana. O'zim ham birovni olsam, ikkita joyda nima qilib chiqaman. Keyin narxlarni so'rab. O'zimiz ham kerak bo'lsa razvedka qilib yurib turib, keyin tanlaymiz. Baribir haligi 2-3 do'kondan kelib turgani baribir razvedkachi hisoblanadimi? To'g'rimi? Qaysi joydan olmasa, o'sha razvedkachi bo'ladi, o'sha do'kon razvedka mijoz bo'ladi. Olgan paytida mijoz bo'ladi. Qaysi do'kondan olsa, endi u mijozga aylanadi. Demak, siz razvedkachi mijoz qilishingiz mumkin. To'g'rimi? Biz ham qaysidir do'konda razvedkachi bo'lamiz. Qalbiga kirib borish kerak. Xo'p. Endi buni ham bo'lsa bo'ladimi razvedkachilarni? Bormi tajriba bularning ichida ham? Kimdir ko'rganmi? Yana ichida yana turlanadimi bular? Olmaydigan razvedkachi bor. Olmaydigan deylikmi? Nima deydi? Olmaydigan. Oladigani. Bo'lib qolishi mumkinmi? Misol uchun, razvedka ikkita do'konni ko'rib olaman deyishyapti-yu. O'sha bitta do'konda narsa yo'qdi. Boshqa do'konda razvedka qilib turganda o'sha narsa arzonroq chiqib oladigan. Ha, shunaqa. Lekin u olaman deb kirmaydi-da. Bir nima turtki bo'ladi. Bir nima turtki bo'ladi. Misol uchun men razvedka qilsam, agar men haqiqiy razvedkachi bo'lgan bo'lsam, men olmayman deb kiraman. Hamma yoqda o'rganib chiqaman-da, bu 1-2 oydan keyin olarman. Lekin o'sha razvedka menga plyus bo'ladi. Qaytib borib qaysi do'konga borishimga. Misol uchun-da, baribir qanday kichkina bo'lsa ham maqsad bo'ladi razvedkachida ham. O'sha kuni bo'lmasa ham, erta indin 1 oy, 1 yil, 6 oy va qanchadir yoki tavsiya nimadir bo'ladi-da, baribir nimadir unaqa bo'lib turadi, nur sochib turadi. Shu nurni ushlab olish kerak-da. Shu nurni ushlab olish kerak. Qalbidagi nurni. Hop. Demak, olmaydigan, oladigan ajradi bo'ldi, boshqa razvedkachi. Yo'q. Hop, endi yana shuna razvedkachi ham bor.
narxni tushiradigan razvedkachi bu. Bu narxni tushiradigan razvedkachi olmaydi, просто narx tushiradi. Arzonroq qilinglar yoki yo'q deyish uchun bahona qidirish uchun narxni tushiradi. Masalan, Balgar aka nechi pul? Nechasi? 270 mi? 250 mingga bo'ladimi? Sen nima deysiz? Yo'q, ana shunday. Ya buni adamasi kerakda. Umuman o'tkazib aytdimi? Yo'q, просто fikr aytish uchun ham buni aytmaslik kerakda. Kichkina yopiq davrada ham baribir ijobiy fikrlash kerak. Men o'tkazib aytdim, parhez qilinglar dedim. Balki men mijozdirman, balki men olmoqchi bo'lib kelgandirman. O'sha narxga mosli ham bor deydi, bu boshqacha deydi. Yo'q, men aynan o'sha 250 ming. Bo'ladimi? Sotuvchisizlar 250 ming bo'ladimi shu? Aynan shu. Javob beravering. Ha? Olaman deyaptilar. Ha, shu gapni ishlating, akajon. Keling, narxni bitta joyga surib turaylik-da. Qalay o'zi yoqdimi sizga? Gapni narxdan burib yuboring. Men narxga yopishsam-da. Aka, keyin narxni bitta joyga surib turaylik-da. Qalay o'zi yoqdimi? Balki ras ochib, men ko'rsatib, ichi-chavog'ini ochib ishlatib, vobshe meni 250 mingdan meni qiymatini ko'tarishga harakat qilishingiz kerakmi? Bu 300 mingga tortadiganmi deyishim kerakmi? Ha? 300 mingga olib chiqdim. Men bizga to'g'ri kelmayapti. O'sha siz bir planga o'tishingiz kerak. Aka, qarang deb katalogni olib kelishingiz kerak. Mana bu bizning raqobatchilarimizning katalogi yoki mana bu eski versiyasi. Siz aytgan narxda mana shu bor edi. Lekin bunda bunaqa. Endi menga yana qiymat qo'yishingiz kerak. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Yo'q desangiz, ha bo'pti, yo'q ekanda deb chiqib ketaveraman-da. Lekin siz ko'tarishingiz mumkinmi? Ha, aka? Shunaqa yo'llar bilan A, B, C, D, ha? Qo'lim bormi? Shu sxemalarni qilaylik demoqchiman-da. Chopilmaslik kerak-da. Nerealniy narx aytsa ham chopilmaslik kerak. Mijoz ikkita holatda narxni tushiradi. Birinchisi olish uchun tushiradi, ikkinchisi shu do'kondan chiqib ketish uchun, bahona uchun tushiradi. Endi shu holatda bilib olgan holati ham bor-da. Oladigan mijoz 220 ni aytadi. 50 ming yoki 70 ming farqini aytadi. Qayerdan bilasiz? Bu meni tanlovim-ku. Ya bizda sohada misol Ya, men bilmayman. Bu siz sohangizga. Ha, men Ha? Ani tajribada bor-ku, to'g'rimi? Ha. Bormi? Tajribadan chiqami? Tengamni so'rayga. Men hozir noto'g'ri gapirmadim. Tajribada bor. Va, bo'ldi. Hozir sxemani yaratib olganimizdan keyin o'sha amaliga o'tamiz. Tushunarli-a? Guruh-guruhga bo'lib amalga ishlaymiz. Hop, demak, narx strategiyasini ham bildik. Ya'ni men bahona uchun ham narx tushirishim mumkin. Prosta yo'q desangiz, shunday chiqib ketaveraman. Chiqib ketish uchun sababda. Misol uchun. Hop, narx o'sha yerda narx holatida, o'sha narx aylangan holatda juda katta integratsiya qilishga, katta nima deydi, u talamus atrofida kommunikatsiya qilganda kommunikatsiya qilishingiz kerak-da mijoz bilan. O'rab olishingiz kerak har tomondan. Narx o'rab olish uchun juda katta imkoniyat. Chunki u o'sha qaror qabul qilishga yaqinlashdi-da, ha yoki yo'qqa yaqinlashdi. Agar aylanib yuraversa, bu qarorga ancha uzoq. 10 kilometr yuribdi qarorga. Lekin narx aytdimi, o'sha 1% qoldi qarorga. Ha yoki yo'q. Siz uchun imkoniyat, vaqt qisqartirib olish uchun-da. Ha, qiziqyapti. Shuning uchun so'radim, misol uchun. Shu narx pastroq. Yoki olgisi kelyapti, cho'ntagida 250 ming puli bor xolos. Masalan, ko'rdim, rasmiy ham turib oladi. ha. O'ylayman o'sha holatda bu tabrikasi bor-da, u tabrikasi ketgan. $10 $13 bor, $13 bor, $17. Bu xuddi shu narsa deb so'raydilar. Mana shu narsani Farqlaydi. bir xil narsa yo'q. Kilosi, baribir chiqishi, toki, zaratga holati, shunday Shundan keyin avtomatik narx oshadi.
O'zi tushunadi, fikri ochiladi. Yaxshi. Bu holatda lekin eski 300 ming narsa. Hozir o'shanga yo'q desiz chiqyapti. Ha, hozir tayyor turishimiz kerak demoqchimanda. Skript bo'lish kerak. 250 mingga skript bo'lish kerak. 100 mingga ham. Bu odamni haddi sig'ish kerak. Shu yana boshqa joylarda masalan Ha. haddi sig'ish kerak. Endi uni siz har u qarorni o'zi qabul qiladi. Hozirgi odamlar shunaqa tutganda masalan, Ha. aytgani masalan uyalib aytadigan bor. 10 tadan bittasi nagli so'raydigan. Baribir u ham sizni mijozingiz. To'qqiztasi aytib keladi. Variant bo'lishi kerak-da. O'sha variant bo'lishi boshidan bosh yaxshi, u bilan yaxshi muomalada bo'lsa, u bilan narxda bemalol gaplashadi. U ham bemalol xohlaganini narxda sizdan xohlaganingizga sotadi. Endi kirib turib nechi pul? Panon. Sirazi 50 ga 50 aytib yuborish mumkin-ku. Bo'ldi. Xo'p. Endi buna qilamiz. Simulyatsiya o'yini qilamiz. Ya'ni aynan mijoz va sotuvchi. Birinchisi mijozni tushun degan, ya'ni empatiya deydi. Buni mijozni tushunish. Ya'ni mijozni ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish. Mijozni ehtiyojini 100% yoki umuman yuqori darajada tushunmaguningizgacha yechim bera olmaysiz, to'g'rimi? Mijozni eshitmaguncha yoki yaxshiroq tushunib olmaguningizgacha yechim berishga harakat qilish sotuvni nima qiladi? Tugatadi-da o'sha momentda o'zida. Ya'ni sotuvchi va mijoz bitta nima qilamiz? Sizlar bilan o'yin qilamiz. Endi mana bu misollardan olamiz. Qurilish, ya'ni usta, uy egasi va shu razvedkachi. 3 xil toifadagi biz qilishimiz mumkin. Yana bitta toifasi ham qo'shsak bo'ladimi? Misol uchun anaqada o'sha emulsiya kraskada arxitektorlar ham, qanaqadir dizaynerlar ham kirishi mumkinmi? Ularga olmaydi ular, to'g'rimi? Yo'q, o'shalar bo'ladi. Ular o'zi oladimi, sotib oladimi yo odam jo'natadimi? O'zi tanlab ketib, tanlab ketadi birinchi. Ular olmaydi. To'g'rimi? Sizdan hamma informatsiya oladi. U endi keyinsapan o'zi uchun oladi. Yo'q, masalan, bir marta qo'yib ketib, keyinsapan norozi muomalangiz. Bo'lsa kelib ana oladi. U uyga egasiga ishonib qoladi. Bor imkoniyatlar. U usta emas. Yo'q. Xo'p, usta bilan dizayner farqi bo'ladimi mijozlar toifasida? Ularga boshqacha anaqada yurishish kerak. Demak, uni ham qo'shsak bo'ladi. Dizayner aytganini oladi. 4-toifaga qo'ysak bo'ladimi dizayner? Dizayner. Qurilish. Aytgan narsasi bu narsaga qaraydi. Bo'l, instrument. Instrumentlarda dizaynerga o'xshagan qanaqadir bormi? Kimi bor? Arxitektor, prorab, usta emas u. Yo'q, prorab. Dizayner bilan prorab, Boshqa. Bilaman, lekin ikkalasini anaqasi xususiyati bir xil chiziqda yuradi. Ikkalasi ham xullas ishlamaydi. To'ppa-to'p, prorab. Ikkalasi maqsadi bitta. Yaxshi. Mana bitta ham yana chiqdi mana. Bularning toifasi bormi? Sizlar amaliyotda ko'rgan. Kombinatsiya bunlarda ko'pmi? Ko'p. Bulardan ko'ra ko'proq bular. Prorablar bor, yo'qdan bor qiladigan bor. Prorablar bor. Arzon chiqaradigan prorablar bor. Hamma narsani oshig'i bilan oladigan prorablar bor. Oqtari. Injiqlari bor. Yangi prorablar bor. Dizayner endi aslini bitgan holatni ko'radigan odam bo'ladi-ku. Yo chizadi-ku, chizishdan oldingi. Chizishdan oldin ko'rib olmaydi. Magazin. O'zida bor nimasi bilan chizadi, g'oyasi bilan chizadi. O'shani oqtari yurib bo'lsa topadi. Avoyda hayvonda chizadi. O'xshashni bo'lsa bilan olib ketadi. Shunaqa bo'ladimi? U chizib bo'lgandan keyin Aha. O'sha dizayner prorab. Xo'p, dizayner chizish uchun keladimi ideyaga yo chizib bo'lgandan keyin keladimi? Dizayner. Dizayner chizib bo'lgandan keyin prorab bilan uchrashadi.
Yo'q, sizga, siz oldingizga do'konga dizayner ishidan oldin keladimi yo ishidan keyin keladi? Undan oldin kelmaydi u dizayner. Yo'q, hali undan qidirib, ideya qidirib ham kelmaydimi demoqchiman. Bo'ldi, hop, bilib oldim. Yaxshi. Hop, yana 5-chi ham qo'shaylikmi? 4ta chiqdi, 4ta toifa chiqdi. Bormi? Qanaqa amaliyotda uchragan? Yana bo'lsa yana aytinglar, sira kelib qolsa tirs qo'shamiz. Ha? Hop, mana 4-anaqa ham qo'shildi. Yana dizayner va prorab. Hop, bizning vazifamiz sotuvchini ehtiyojlarini aniqlash uchun savollar berishimiz kerak. Kimdir mijoz bo'ladi, kimdir sotuvchi bo'ladi. Mijoz, hop, hozir bitta necha kishimiz ishtirok etayotganlar sotuvchilikda? 9 kishi. Bitta to'rga to'g'ri bo'laylik, bir kishini olib tashlaylik. Ha. Bo'l, Romadagi unaqada o'tirsangiz jang bo'ladi. Hop, 100 o'tirib olsalaring yaxshi. Buni qilamiz. Yo'q, buni qilamiz. Bo'ldi. Kombinatsiyani almashtiramiz, chunki ikkita kuchli tushib olmasligi kerak-da, bitta kuchsiz, bitta kuchli bo'lishi kerak, tortish uchun bizni. Hop. Kim mijoz bo'ladi? Sizlar mijoz bo'linglar. Mijoz bo'laylik. Mijoz bo'laylik. Yo'l topilmasligicha hadiklarga javob berish yo'q. Yo'l topilmasligi. Yo'q. Hozirgi holatda nima bo'lishi? Yo'q, javob berib yo'q. o'sish uchunda har doim siz klient xohlaganini gapiradi. Amerikan klient sizni qiynab chiqadi. Siz Amerikan klient bo'ling. hop, endi to'rtkisi. Hop, ana bittadan tanlasin. Kim qaysini tanlaydi? Ha, sizlar mijozsizlar, akalar? Mijozsizlar. Yaxshi. Bo'l, nima? So'rin talab qilaman. Yo'q, qaysi biri? Birmi, 2, 3mi? Ba'zi usta ekanlar. Ha? Hop, bo'ldi. Siz tanlang. Tanlanib qolmasin, tanlang. Men arzonchi bo'laman. Endi arzonchi. Qaysi biridan? Yo'q, menga mana 1, 2, 3 tanlang. Uy egasimisiz? Siz. Ikkita xoli. Razvedka, sizchi? Rozimisiz? Hop, bo'ldi, prorab ekansiz, aka. Hamma eslab qoldim o'zini. Endi ichidagi funksiyani tanlaylar. Siz o'zingizga tanlang. Siz arzonchiman dedingizmi? Ha? Qanaqangiz tayyora arzonli. Siz qaysi biri bo'lasiz? Ismingiz nima edi? Boshqa. Umarxon. Birinchisimi? Umarxonga. Hop. Siz qaysi birini tanlaysiz? Stulga sifatli tanlayman. Professionalmi? Ha, professional. Aniqmi? Yo'q, tanlayvering, ixtiyoriy. Yo'q, o'sha xizmatchimni aytayapman. Ismingiz? Husanboy. Sotalmasin sizga. Bo'ldi, aka, men hamma narsani bilaman. Sotalmasin. Tushundingiz-a? Boshladingmi aka, masalan, bitta O'zim men doiramning narsaga. Siz ham sotalmasin bax sizga. Kombinatsiyani ko'paytiring. Bo'ldi, boshlading. 200 ming so'm. Buni aka suv ishlatamiz-ku yo Sizga nima kerak? menga sifatiga qarab yaxshi bo'lib. Siz nimaga ishlatmoqchisiz? Men mototsiklga kelgan ishlatmoqchiman. Mototsiklga? Bo'laveradi yozda. Ya, to'g'risi mototsiklniki bas bu. Qachonga? Tayyor. Tayyor. Hozir qonunlar rivojlanib, mototsiklga kaska majburiyat qo'yildi. Qaramani oldin endi kaska keldi. Nikisa bo'ladi. Bo'ldi, topibsiz mana. Ochib beray. Xolos, mana bunaqasi ham bor ekan. Sariq. Mototsiklingizga mos tushsa rangiga. Bu mashinaga tuzilgan. Yaxshi, o'zingizga topdinglar. Ya, to'g'risi. Mototsiklga udobnay ekan. Polni ochib. Bahona toping, olmasga bahona toping. Yo'qman, qasri ingasi yo'q. Bu mashinani spitash oladi. Buni qotirib olasiz, nimasini? Yalam suv qo'shadi.
qisilmaydigan, moslashtirib olasiz o'zingizga. Buni hamma razmeri bor-da, buni qarang. Bu 48 o'ran nima bilan 60 gacha razmeri bor. Razmeri. Mayli, qiynavering. 60 Iloji bo'lsa kayfiyat tushirmanglar sotuvda. Yo'q, Sotuvchi ham, mijoz ham. Mazali. Ha. Yoshlarga Yo'q, zo'r. Davom etamiz. men sizga bunisini tavsiya qilaman. Bo'lmasam, bunisini tavsiya qilaman bo'lsam. Buniki 70 gacha ekan, 62 bo'lsa sizda. yozib qo'yganingizni ko'rdim. Demak, sizda tajriba olgan nima ham Uzr so'rayman, oldindan shunaqa bo'lganicha. lekin O'sha xatoy bu uchun sizga yana bir skidka qilib beraman. qancha Xatoy bu ish uchun. 30% skidka qilib beraman. 30% skidka deganingizni ham sizdan arzon qilib qo'ydi deb turibdi. Xuddi shu narsami? Bo'lmasa sizga yana bitta oyna qo'shib beraman zapasga. Oynasini aralashtirib bo'lmaydi? Almashtirib bo'ladi-da, buni har xil oyna qilsa bo'ladi. Oq qo'ysa bo'ladi, qora qo'ysa bo'ladi, salatga qo'ysa bo'ladi. Yo, men yerda almashtirsa bo'ladi-da rostdan, mana. Yo, men yerda Yo, hali yashil ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki sariq qo'ysangiz, hali kechqurundan yorug' qilib ko'rsatish mumkin. Kunduzi qora qo'yib olishingiz mumkin. Farqi yo'q. Kechqurundan kunduzi ham ishlaydi. Rezinkasi bor ekan, unda ochkinimda qulog'iga tuqsa arkasi tushib qolmaydi-yu. Ochkinimda tuqsa, menga o'shanaqa Sizga bu model ham, bu model ham bo'lmami? yo'q, menga o'sha rezinkasi bor. Hozir narxini sizlarmi? Serial bor. 4 minut. Ko'rmaz bo'ldi. Ha. 1 minut hozir 1 minut Mana. izlashim kerak. Arkasi rezinkasi bor. Buni ko'zga ham rezinka yo'q. Rezinka kelgani men aylanib tushundim. Yema mana shu pullar markasida qoladi. O'zi kiyganmisiz buni? Kiyib ko'rganmisiz? Kusha. Bu narsa nima qilmaydi? Men bunda juda ancha pulman bor-da. Ishlatgan. Shanch pul tanladi. Hop, talabingizni qo'ying, davom eting. 1 minut vaqt. Rezinka, siz mototsiklni qachon olmoqchi edingiz? Mototsikl olingan tayyor, turaman mesa tayyor. Mototsikl kasbga kerak xolos. Bugunga kerakmi? Bugunga. Hozir olib ketadi, ishlatib ketadi. Ketaman. Agar turibkan. Hozir agar yo'q bo'lsa yozadi. Bo'lmasa nima qiling, bitta olib uygacha borib ko'ring. Agar ma'qul kelmasa almashtirib beramiz. Ungacha kelib qoladi. Necha pul berasiz? Hozir yarim narxini berib turing. Mana yarim narxda yarimroq kam. Kamroq. 50% bor. Men sizga olib ketib ko'raman. Navoda yoqmasa. 50 ming so'm plyus bor. Navoda yoqmasa, xuddi shuni rezinkani qo'yib beraman. Yo'q, to'g'ri beramiz. Hozir ko'rsating. Hozir men katalogda bor-da, bu magazin shunaqa bo'lib ketgan, pulni oladi-da, keyin u narsani unga xuddi shu narsa to'g'rilmaydi, 30 Men sizga men yarim narxida beryapman-ku. Yarim narxida beryapsiz, to'g'ri. Menga ishlamasa yarim narxga ham bu qimmatli qiladi. Siz uygacha meni boring buni, qulayligini ko'ring. Yoqmasa qaytib ketsangiz pulingizni qaytarib beramiz. Magazin shatda. Qanaqa bo'lmaydi, yopib olmaymiz. Men xohlagan qilaylik, o'zimga bor. Siz hech bo'lmasa o'shani ko'rsatsangiz, pulim yetmasa ham, men arzonroq kiyib turib, keyin uni qaytarib olib tashlab ketaman. 5 minut bo'ldimi? 5,5 minutdan o'tib ketadi. O, olmayman deb keldingiz-ku. Ko'pchilik guvohi bo'lyapti. Hozir shu holatda topolmadingiz? Unga yechim bo'lmadi. Ben size aytib turganman doirada savollar beryapman. Omad uchun hamma narsa harakat. Olmaslik uchun baxshilarkani kaskasini mototsiklga qo'ymoqchi. Yo'q, battada. Hali anaqa yo'q batda. Batda skript bor. Qolganlar uchun tajriba. Misol oxirigacha bordingizmi? Qolganlar uchun oxirigacha borish sxemasini ko'rsatib qo'ydingiz, bo'ldi. Oxirigacha bordingiz. Zanjir tashlamadingiz, bo'ldi. Bu shu muhim. Zanjir tashlamaslik muhim. Shunday kasbga o'ylaysiz. Endi bir soat aniq edi, lekin bizga skript muhimda. Rezinkasi yo'qda yo'qmi, dalqasi? Skript dahshat bo'ldi, misol uchun Bag'dada. Okey, короче-da. Bag'da skript zo'r. Bo'ldi, keyin navbatda kim ikkinchi? iPhone boshqa. Hamma o'zini funksiyasini bilib oldi. iPhone bildingiz, ba'zi bildingiz, tanidingiz. Alaykum assalom. Buni sifati yaxshidan keldi, lekin arzonroq bo'lishi kerak. Buni sifati yaxshi, keyin buni GK qilib ishlatsam bo'ladi, shurkoyat qilib ishlatsam bo'ladi. Shuni ustidan olsangiz. Buni garantiyasi bormi? Garantiyasi 6 oy. Servisi qancha? Servisi Navoiyda.
6 oy ichida buzilib qolsa, o'zimiz ta'minlab beramiz bepul. Akkumulyator ishlamay qolib ketsa, ish qolmaydimi? Yo'q, Qancha yetib turadi bu ishlar? 6 oygacha bemalol turaveradi. Narxi bo'lmasa. Bunisi 730 ming so'm. Bunisi 980 ming so'm. Ishlar bilan chiqadimi? Bunda ikkita batareyka zaryadniga chiqadi, o'zini sevirlovlari sevirlovlari chiqadi. Kayfiyat tushirmay, Ikkita chiqadi. Bunda ham ikkita, bunda ham ikkita. Buni olsangiz, sizga ham GK yo'l qilib ishlasangiz ham bo'laveradi, shurpa yo'l qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Uchida nasatkasi bor, ichida chiqadi buni. Mana bunda ikkita batareyka chiqadi. Ikkita batareyka zaryadniga chiqadi. Keyin bunda bonusga buni fonari chiqadi. Keyin o'zini GK yo'llar nimasi ham chiqadi. GKlari ham chiqadi. Keyin buni shurpayotni nasatkasi chiqadi. 3 oy qo'ysa shurpayot qilib ishlataverasiz endi. Hozir bunda keyin mikser sistem bo'ladimi? Mikser qilib hamda ham bo'laveradi. Bunda ham bo'laveradi. Yaxshi. Necha pul bu narxini? 730 ming so'm. Necha pul berasizlar? Buni 700 ming qilib beramiz. Hozir xaridor mana buni ishlatsam bor uyga. Men aytgansan, yechib beramiz. Almashib beramiz. Ham ishlab beramiz. Bo'ldi. Ura beraveraylikmi aka? Ura beraversin. Hozir ben bo'ldi. Ya o'zi bu buni istemiz, olib kelsa keladi bitdi. Buni so'g'a shunaqa o'zi. Prosta ko'rgan kelmaydi. professional. Yaxshi narsa. Ancha. Yaxshi narsani aka tushuntiryapti. Hozir o'shan darsliklari bo'yicha sizga olmashga Yo'q. Yaxshi narsa. Yo'q. Tushuntirib berishiga, tushuntirib berishiga men yaxshi narsa talab qilyapman. Yo, siz davom etaverishingiz kerak-da. Funksiyaga kirib boraverish kerak-da, men. Ben talab qilmayapman. So'ncha suvga tushib ketsa, nima bo'ladi? Tepadan necha metrdan tushib ketsa, sinadi. Garantiyasi nechi? So'ncha batareyka necha soatga yetadi? Ha? Qana zapchasi ketadi, zapchasilari qana bo'ladi? Dagansiz boraverishingiz kerak-da. Ba'zi ezishingiz kerak-da. Ezib tashlashingiz kerak-da. Tirashingiz kerak-da. Va o'sha terlab ketish kerak. Va terlab ketsa, siz yutgan bo'lasiz-da.